xil savolga e'tibor qaratamiz. Savolda mana 10% li 20 gram eritma bor ekan. Demak, 20 gramni 10% ni topdik. Xo'p, endi 2 gram tuz chiqdi. Bu degani 20 gram ichida 2 gram tuz bor. Endi shu 20 gram eritmaga 10 gram suv qo'shildi. Demak, 20 gramga 10 gram suv qo'shilsa, eritma 30 gram bo'ladi. Lekin ichida baribir qancha tuz bor? 2 gram. Endi yana davom etganiki 5 gram tuz qo'shilibdi. Bu degani 35 gram bo'ldi eritma. 35 gram. 5 gram tuz mana bu tuzga ham qo'shiladi. Natijada jami 17 gram tuz bo'ldi. Shunda 35 gram eritmamiz 2 marta kamaydi deyapti. Bu degani 2 marta kamaygan bo'lsa 17,5 gram bo'lgan. 17,5 gram eritmamiz 100%. 2 tarkibidagi 7 gram tuzimiz qancha deydigan bo'lsak 40%. Bo'ldi. Shunda demak keyingi eritmamiz 40% li bo'lgan ekan deyishimiz mumkin bo'ladi. Demak 7-xil savoli to'g'ri javobi demak 40%. Ya'ni bu A javobga to'g'ri keladi. Demak 8-xil savolda nima deyilyapti? Kaliy gidroksidining 18% li 400 gram eritmasiga tarkibida 0,5 mol kaliy gidroksid bo'lgan 100 ml eritmadan zichligi 1,022 gram taqsim millilitr qo'shildi. Xo'p, endi oxirgi eritmadagi erigan moddaning massa ulushini aniqlang debdi. Yaxshi. Demak bizda 400 gram eritma bor ekan. Shu 400 gram eritmamiz 18% li ekan. 400 grammimiz 100% li. 18% ni qancha deb topamiz? 18%. Qancha deydigan bo'lsak 72 gram. Xo'p, 72 gram bo'ladigan bo'lsa, shu eritmaga deyilyapti 0,5 mol kaliy gidroksid bo'lgan eritma qo'shilibdi. Ya'ni kaliy gidroksidni 0,5 molni topib olamiz massasini. 1 molniki 56 gram. 0,5 molniki qancha deymiz? 28 gram. Demak, 72 gram kaliy gidroksidga 28 gram kaliy gidroksid qo'shildi. Natijada 100 gram nima bo'ldi? Kaliy gidroksid bo'ldi eritmada. Shu 400 gram eritmaga bizda 100 ml zichligi 1,022 bo'lgan eritma qo'shilibdi. Ya'ni 100 ml zichligini 1,022 ga ko'paytiramiz. Shunda 102,2 gram yana eritma qo'shildi mana 400 gram ichiga. Shunda jami eritma qancha bo'ldi desak 502,2 gram eritma bo'ldi jami. Shu eritma 100%. Shu qo'shilgan eritmaning ichida mana 0,5 mol kaliy gidroksid bor ekan. 1 mol 56 gram bo'lsa 0,5 mol 28 gram. Demak, bizda mana bu joyda 72 gram tuz bor edi, kaliy gidroksid bor edi, ya'ni 28 gram qo'shildi. Natijada 100 gram bo'ldi. Demak, 502,2 miz 100%, 100 grammimiz qancha deydigan bo'lsak, bu yerda hop, buni foizi shunda qancha bo'ladi? 25% kelib chiqadi. Bo'ldi, masalan javob yechildi. To'g'ri javob 25% ekan deyishimiz mumkin. Ya'ni A javob to'g'ri bo'lar. Kaliy nitratning massa ulushi 10,1% bo'lgan 200 gram eritmasi avval bug'latildi. So'ngra ajralib chiqqan tuz qattiq qizdirildi. Qizdirilishdan keyingi qattiq qoldig'i massasini toping deyilyapti ekan. Xo'p, endi buni ma'nosiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 200 grammimiz demak 100%, 10,1imiz qancha deymiz? 10,1imiz qancha? Xo'p, natijada bu 20,2 gram kelib chiqadi. 20,2 gram. Demak bizda 20,2 gram kaliy nitrat ekan. Demak, avval qizdirildi deganda mana ichidagi suv bug'lanib chiqib ketadi. To'g'rimi? Ya'ni bug'latildi suv. Keyin qizdirilganda bu nima bo'ladi? Parchalanadi. Parchalangani natijada kaliy nitrit hamda kislorodga aylanib ketadi. Demak, kislorod 0,5 mol chiqadi bu yerda. Ya'ni tenglash uchun. Shunda mana buni massasi 101 gram. 101 grammimiz parchalansa, kaliy nitrit qoladi. Qancha? Ya'ni 0,5 mol bo'ladigan bo'lsa 16. Shunda biz 101 dan 16 chiqarsak 85 gram bo'ladimi? 101 dan 16 85 gram kaliy nitrit massasi 46 ga
Mana bu 46 ga 39, 85. Xo'p, endi bizda bu 20,2 gram bo'ladigan bo'lsa, qancha qattiq qoladi deyishimiz mumkin. 2 barobar oshar ekan. Ya'ni bu 17 gramga to'g'ri kelar ekan. Ya'ni 17 gram bu A javob bo'ladi degan. 47 gram eritmani ichida mana 20 gram natriy gidroksid. Natriy gidroksid. Qolgan 17 gram qismi bu nimaga to'g'ri keladi? Suvga to'g'ri keladi. 27 gram qismi, uzr. Xo'p, shunda buni mollarini topadigan bo'lsak, 20 ni 40 ga bo'ladigan bo'lsak, bu necha mol degani? 0,5 mol degani. Mana bu 27 ni 18 ga bo'lib oladigan bo'lsak, bu 1,5 mol degan, to'g'rimi? Xo'p, endi shu eritmaga Xo'p, e'tibor beramiz. Necha gram natriy qo'shilganda deyapti. Hosil bo'lgan eritmadagi erigan modda va erituvchining atomlari tenglashadi deb. Demak, yaxshi. Natriy metall qo'shilgani nima bo'ladi? Natriy gidroksid hosil bo'ladi va vodorod ajralib chiqib ketadi. To'g'rimi? Vodorod ajralib chiqib ketadi. Vodorodni oldiga 1/2 qo'ysak, reaksiya teng. Agar biz x mol natriy gidroksid qo'shilganini qarasak, suvdan qancha sarflanadi? X mol sarflanadi. Natriy gidroksiddan ham x mol hosil bo'ladi. Endi atomlarga e'tibor qaratamiz. Atomlari. Suvda nechta atom bor? 3 ta atom bor. Demak, 3x atom kamayadi. Mana bu natriy gidroksidimiz esa 3x atomga nima qiladi? Ko'payadi. Xo'p, endi bizda mana bu atomlar qanchaligini topib olishimiz kerak. Mana natriy gidroksidda 1 molida nechta atom bor? Bitta natriy, bitta kislorod, bitta vodorod. 3 ta atom bor. 0,5 molda qancha? 1,5 mol atom bor. Suvni 1 molida 3 ta atom bor. 1 molda 3 ta atom. 1,5 mol suvda nechta atom bo'lasak, 4,5 mol nima bo'ladi? Atom bo'ladi. Demak, biz dastlabki o'sha natriy qo'shilmasdan oldin qancha atom borligini bilib oldik. Ya'ni natriy gidroksidda 1,5 ta, nimada? 4,5 ta, ya'ni suvda. Xo'p, endi bizda suv teng bo'lish kerak ekanda, mana. Suv 4,5 ta atomi bordi. Mana H2O ni 3x atomi sarflanib ketdi. 4,5 minus 3x mana. Sarflanib ketdi. Teng bo'lar ekan, bizda o'zi 1,5 ta atom bor edi natriy gidroksidda. Mana natriy gidroksidda 1,5 ta atom bor edi. Plus 3x atom hosil bo'ldi, ya'ni natriy gidroksid mana eritmada. Shunda teng bo'lish kerak ekan. Bu degani 1,5 ni bu tarafga olib o'tamiz. Natijada 4,5 ni 1,5 ayirsak necha bo'ladi? 3 teng minus 3x bu tarafga o'tsa plus bo'lib 6x bo'ladi. Natijada x qiymati demak 3 ni 6 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 0,5 degan. Demak 0,5 mol natriy qo'shilgan ekan. Endi shuni massasini topib qo'ysak bo'ladi, to'g'rimi? Demak 1 molniki 23 gram, 0,5 molning massasi bu 46 gramga to'g'ri keladi. Bo'ldi, demak masalani javobi yechildi. Uzr, ming bir uzr, oz ko'paytirib yuboraman 2 ga. 2 ga bo'lib o'rishimiz kerak. 0,5 bo'lsa 11,5 bo'ladi degan mana. 11,5 gram qo'shilgan natriy qo'shilgan ekan. B javob to'g'ri.